O'yin davomida omad ikkala jamoaga ham 89dan 89gacha futbol o'ynaymiz. Tushunarli, lishniy razgovorlar kerak emas, xo'pmi? Xo'p, kapitanskiy повязка sizlarga jamoani ustidan nazorat qilish berilgan, bizning ustimizda emas, tushunarlimi? Follarda kechirishimiz mumkin, lishniy gap bo'lyaptimi, joyda kartochkasi oladi, tushunarlimi? Xo'p, bugun Zvezda mehmon tanlasin, to'p maydon. Maydon bu taraf, ha? To'pni sizlar boshlab bu yoqda qolasizlar. Omad. Demak, aziz muxlislar, o'yin boshlandi. DFL Superligasining 3-turidan o'rin olgan navbatdagi o'yin Sariosiyo hamda Zvezda jamoalari bugungi uchrashuvda bahs olib borishadi. Maydonda qizil libosda Sariosiyo, qora libosda esa Zvezda jamoalari harakat qilmoqda. Sariosiyo jamoasi futbolchilari bugungi uchrashuvni boshlab berishdi va Olimov to'pni o'zida saqlab turibdi va ana endi Zvezda jamoasi to'pni egallab oldi. Normurodovdan yaxshi uzatma. To'rayev. Yaxshi imkoniyat bo'lgan edi. Uchrashuvdagi birinchi xavfli hujum Zvezda jamoasidan. Aynan ular Surxon City jamoasiga qarshi ham shunday o'yinda boshlashgan edi. Raqiblar darvozasiga gol kiritib, ana endi Mirzaboyev orqaroqqa. Yana Mirzaboyev to'pni o'zida yaxshi harakat qildi, biroq mana bu yerda Olimov to'pni ko'rgani yo'q edi. Darvozabon unga uzatmasini sal qolsa to'p darvozaga kirib ketar edi. Olimov bugun qanaqadir o'zida emas. O'sha ketma-ket ikkinchi xatoni mana bu yerda yana to'p to'xtatishda xatoligiga yo'l qo'ymoqda. Maydon noqulayliklar tug'diradi, sababi yog'ingarchilik. Shu sababli ham to'p to'xtatishda futbolchilar biroz noqulayliklarga duch kelmoqda. Xolmurodov jamoasini yangi hujumini boshlamoqchi edi. Ana endi Zvezda jamoasi Chorshanbeyev Mirzaboyevga to'pni yetkazib berdi. Mirzaboyev o'zida to'pni saqlab turibdi. Yaxshi harakat qildi Azim mana bu yerda. Himoyachilardan o'tib ketishga harakat qilgan edi. Yana to'p Azimga qaytib kelmoqda. Sariosiyo jamoasi futbolchilari hozircha tempni yuqori darajada o'tkazayotgani yo'q. Fazliddin Xolmurodov orqaroqqa. Mana bu yerda Xolmurodov Zvezda jamoasi ana endi qarshi hujumga o'tib ketadi. Yaxshi uzatma. Normurodov, Farruq qarshisida bir futbolchi undan o'tib ketishga harakat qilmoqda. Xo'sh, Farruq to'pni o'zida saqlab turibdi. Yana orqaroqqa. Ana endi darvozabon Chorshanbeyev maydon markaziga. Mana bu uzatma esa noaniq. Olimov Sariosiyo jamoasining endi yangi hujumini boshlaydi. Xolmurodov akasi Xolmurodovga to'pni yetkazib berdi. Mana bu yerda esa futbolchilar xatoga yo'l qo'ymoqda. Olimov hozir so'nggi vaqtlarda to'pga ulgurib qoldi. Outdan to'pni amalga oshirib beradi Zvezda jamoasi. Shu uzoq masofadan qanday chiroyli zarba. Abdug'ofir Mirzaboyevdan zarba, darvozabondan esa chiroyli seyf. Zvezda jamoasining navbatdagi hujumi. Normurodov to'pni o'zida to'xtatib qola olmadi. Endi qarshi hujum bo'ladimi? Olis masofadan Xolmuroddan berilgan zarba noaniq. Ana endi yana zvezdaliklar. Xo'sh, Farruq yaxshi harakat qilyapti bugungi o'yinda. Boshqa Farruq To'rayevga yetkazib berdi. Ana endi Azimdan yaxshi harakatlar. Xo'sh, Normurodov yana orqaroqqa. To'rayev yaxshi harakatlar. Mirzaboyev yana uning o'ziga qaytarib berildi Farruq to'p bilan. Yaxshi zarba noaniq. Zvezda jamoasi hujum qilish borasida hozircha ustunlikka ega. Ketma-ket xavfli hujumlarni amalga oshirdi ular. Aynan bugungi uchrashuvda Sariosiyo favorit bo'lishiga qaramasdan
Zvezda jamoasi hozir yaxshi harakat qilmoqda. Yana Farruh to'p bilan mana bu zarbachi ketma-ket zarbalar Sariq Osiyo uchun ogohlantirish signali va mana yana hozir Normurodov to'pni egallab oldi. Orqaroqqa uzatma Mirzaboyev. Bomurodov. Xo'sh, bir futbolchidan o'tib ketdi. Biroq Olimov to'pni o'yin qoidasini buzmagan tarzda olib qo'ydi. Ana endi Sariq Osiyoliklar orqaroqqa uzatma Olimov. Yana Xolmurodov to'p bilan Fazliddinga, ukasiga zarba yo'llaydimi? Ha, zarba bor. Biroq himoyachilar o'z joyida. Mana bu zarbachi yaxshi seyv. Olimovdan yaxshi zarba yo'llangan edi. Xo'sh, Fazliddin yaxshi harakat va Sariq Osiyo jamoasi ham o'zining sekin-asta hujumlarini tashkil qilishni boshladi. Olimov yana zarba, darvozabon o'z joyida. Ana endi Zvezda jamoasi mana bu uzatmada xatolik. Azim Bomurodov. Sariq Osiyo jamoasi ana endi to'p nazoratini o'z qo'liga olishga harakat qilmoqda. Xo'sh, Normurodov qanday harakat qiladi? Yo'q, to'pni oldirib qo'ydi. Olimov ana endi 3 ga 1 chiqib ketyapti Sariq Osiyo futbolchilari. Yaxshi uzatma va uchrashuvda hisob ochilmoqda. Normurodovning xatosi bu vaziyatda. Normurodov nega aynan bo'sh turgan jamoadoshlariga to'pni yetkazib bermadi va bu esa qarshi hujumga olib keldi va qarshi hujumda esa Sariq Osiyo jamoasi uchrashuvda hisobni ochmoqda. Gol muallifi Karomiddin Ibragimov Sariq Osiyo jamoasidan. Olimov yaxshi uzatma. Yo'q, Sariq Osiyo jamoasi futbolchilaridan chiqib ketdi to'p. Choshanbeyev ana endi Zvezda jamoasining darvozaboni. Mirzaboyev mana bu harakatlar hali ham Choshanbeyevning o'z pozitsiyasida turganligi foyda keltirdi. Darvozaga qarab ketayotgan edi to'p. Olimov yaxshi harakatlar Sariq Osiyo jamoasi futbolchilaridan. Xolmurodov to'pni o'zi saqlab turibdi. Fazliddinga noaniq uzatma. Mana buchi yaxshi uzatma, birgina uzatma bilan o'yin qoidasi buzildi. Ha, bu yerda o'yin qoidasi buzilishi bor edi. Normurodovga nisbatan darvozabon qo'pol xatoga yo'l qo'ydi va Zvezda jamoasi yaxshi imkoniyatga ega bo'ldi. Hakamlardan Normurodov nega e'tiroz bildirdi? Menimcha kartochkalik faul deyapti, adashmasam hakamlarga. Hakamlar esa bu vaziyatda darvozabonga sariq kartochka ham ko'rsatmadi. Mayli, davom etamiz. Ular o'yinni nazorat qilib turishdi. To'pni oldida To'rayev yaxshi uzatma edi, ammo o'qishdi buni Sariq Osiyoliklar. Qarshi hujumda esa Mirzaboyev zararsizlantirdi Sariq Osiyo jamoasi futbolchilarini. Mana bu zarbada esa darvozabon o'z joyida. Xo'sh, Fazliddin burchak to'pini amalga oshiradi. Olimovdan yana Fazliddinga yaxshi kombinatsiyalar. Sariq Osiyo jamoasining ustunligi ham mana shunda. Ular yaxshi bir-birlarini o'qiy olishadi, yaxshi harakatlar, biroq foydasiz. Xo'sh, Azim to'pni o'zida saqlab turibdi. Bu tavakkal uzatma edi. Outdan to'pni amalga oshirmoqda. Burchak to'pimi? Ha, burchak to'pi.
To'pning yonida Fazliddin Xolmurodov yaxshi darvozabon ajoyib seyf ko'rsatgan edi. Ana endi Normurodov bir to'xtab oldi. Sheriklarini kutyapti. Sheriklari hujumga qo'shilish niyatida emas, shu sababli o'zi harakat qilib ko'rmoqda Normurodov. Mana bu yerdachi o'yin qoidasi buzilgani yo'q, toza harakatlar deb baholanmoqda. Fazliddin ana endi Sariosiyo jamoasining navbatdagi hujumini boshlaydi. Yaxshi to'pni egallab oldi Normurodov. Zarba ham bor, darvozabon o'z joyida. Umidbek yaxshi seyfni amalga oshirdi. Ana endi Fazliddin Xolmurodovga akasiga to'pni yetkazib berdi. Xo'sh. Xolmurodov Olimovga Olimovdan yaxshi harakatlar. Outdan to'pni amalga oshiradi Sariosiyoliklar. Yaxshi uzatma, Fazliddin zarba yo'llaydi va chiroyli gol. Shunda yana hisob o'zgarmoqda. Sariosiyo jamoasi futbolchilari raqiblar darvozasiga o'zining ikkinchi golini kiritmoqda. Fazliddin Xolmurodov avvaliga to'pni o'ziga bo'ysundirib oldi va havodagi to'pdan zarba yo'llab shunda Sariosiyo jamoasining ikkinchi golini kiritmoqda. To'rayev Zvezda jamoasining yangi hujumlaridan birini boshlashga harakat qilmoqda. To'p Normurodovdan tark etdi. Normurodov hakamlar bilan tortishmoqda. Hakamlar bilan tortishish noo'rin, chunki qaror qabul qilib o'yingandan keyin agarda vaziyat gol bilan yakunlansa, unda video takroriy efir orqali ko'rib chiqsa bo'ladi vaziyatni. Shu sababli davom etish kerak. Mirzaboyev ham Farruh Normurodov ham e'tiroz bildirishlari noo'rin. Zvezda jamoasi yana qaytadan hujumni boshlashadi. Kechiktirilgan faul. Xo'sh, Farruh o'yinni davom ettirish kerak. Hali o'yinning ikkinchi bo'limi, undan tashqari birinchi bo'limning yarmi hali oldinda. Oldindan mana shunaqa yaxshi pressingni amalga oshirdi. Normurodov mana shunaqa harakatlarni davom ettirish kerak. Fazliddin Olimov, xo'sh, o'ng oyog'iga to'g'rilaydi. Zarba ham bor, darvoza to'siniga to'p tegmoqda. Yaxshi zarba yo'llagan edi Olimov. Ana endi Xolmurodov, xo'sh, Xolmurodov ham zarba yo'llaydimi? Yo'q. Fazliddindan noaniq pas, Azim yaxshi harakat qildi. Farruh Abdug'ofir Mirzaboyev uning zarbasini darvozabon qaytarmoqda. Ana endi qarshi hujumga o'tib ketadimi Sariosiyoliklar? Normurodov to'pni egallab oldi. Yana Bolmurodov, yana Normurodovga orqaroqqa. Mana bu uzatmada esa xatolik va 3-1 chiqib ketishmoqda Sariosiyoliklar va hisob o'zgardi. Shunda hisob 3-0 Sariosiyo. Demak, aziz muxlislar, o'yin davom etadi. Zvezda jamoasi time-outdan foydalandi. Hisob esa 3-0. Sariosiyo jamoasi oldinda. Sariosiyo jamoasidan 3-gol muallifi Husniddin Xoliqov. Va ular o'z to'pni o'zida nazorat qilib turishibdi va Olimov to'p bilan. Olimov yaxshi harakatlar. Normurodov bir futbolchini ortda qoldirdi. To'rayevga, Mirzaboyev zarba yo'llaydimi? Olimov imkoniyat bermadi. Ana endichi
Mirzaboyevdan to'p tashqarisiga chiqib ketdi. Hakamlar tomonidan esa Bobomurod Azimjonga ogohlantirish maydonda noma'qul so'zlarni ishlatganligi sababli Zvezda jamoasi futbolchilari bir-birlariga e'tiroz bildirishlari noo'rin davom etishi kerak. Mana bu yerda yana Normurodov sirpanib ketdi. Yaxshi uchrashuvda yana hisob o'zgarmoqda. 5-raqamda harakat qilayotgan Olimov uchrashuvda hisobni 4-0 ko'rinishiga olib kelib qo'ydi. Sariosiyo jamoasi o'zining navbatdagi g'alabasini qo'lga kiritishga yaqin bormoqda. Jamoa hozircha turnir jadvalida 2-o'rinda borayotgan edi. Ikkinchi turdan so'ng to'plar nisbati bo'yicha 1-o'rinda Surxon City jamoasi va Sariosiyoliklar esa 2-o'rinda borayotgan edi. Ana endi Zvezdada yaxshi imkoniyat. Xo'sh. To'rayev orqaroqqa Normurodovga. Yana Faruqqa to'p qaytarib berildi. Faruq to'pni o'zida saqlab turibdi. Ana endi Normurodovga. Zaboyev to'p o'tmadi. Yaxshi imkoniyat. Zarba ham bor. Bobommurodovdan yaxshi zarba, hujumni kam sonli hujum tashkil qilsa-da, Zvezda jamoasi futbolchilari yaxshi hujumni tashkil qilmoqda va Olimov ogohlantirilmoqda kechiktirilgan faul uchun. Olimov adashmasam unda sariq kartochkalar 3 ta turda 3 ta bo'ldi. Agar u yana bitta o'yinga sariq kartochka olsa, bitta o'yinga diskvalifikatsiya bo'ladi. 4 ta sariq kartochka olgan futbolchi bitta o'yinga diskvalifikatsiya bo'ladi. Olimovda esa yaxshi 3 ta sariq uje 3-turda bor. Zvezda jamoasidan esa Bektemirovni biz ko'rmayapmiz. Timur bugungi o'yinda ishtirok etmayapti. Zvezda jamoasining yaxshi futbolchilaridan biri, yosh hujumchilaridan biri. Ana endi Mirzaboyev to'p maydonni tark etgani yo'q. Yaxshi imkoniyat, zarba ham bor va uchrashuvda hisob o'zgarmoqda. Zvezda jamoasi futbolchilari ham raqiblar darvozasiga gol kiritishdi. Mirzaboyev oxirigacha harakat qildi o'zi va raqiblar darvozasiga gol kiritdi. Olimov bu vaziyatda to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi deb o'ylagan edi, biroq vaziyatga men o'zim ham yaqinroq turgan edim, shu sababli ko'rdim, to'p maydonda qolgan edi. Zvezda jamoasi mana bu yerda xatoga yo'l qo'yildi. Olimov to'p uzatishda xatolik, aniqrog'i himoyachilar yaxshi harakatlar. Fazliddin bu uzatmaga yetib borish qiyin. Bobommurodov yaxshi harakat qildi. Normurodov sherikiga To'rayev zarba yo'llaydimi? Yo'q. Mana bu yerda uzatishda xatolik. Yana yaxshi harakat qildi. Hozir bu yerda Xolmurodovlar va aka-uka bo'lsang bir-biringni yaxshi tushunar ekansan. Albatta hazil, lekin yaxshi harakat qilishgan edi. Hozir avvaliga Xolmurodov Fasliddin Xolmurodovga to'pni chiroyli tarzda qoldirdi. Xolmurodov Surxondaryoda eng yaxshi futbolchilardan biri. Mana bu yerda esa hisob yana o'zgarmoqda. Sariosiyo jamoasi futbolchilari raqiblari darvozasiga o'zining 5-golini kiritmoqda. Husniddin Xoliqov bugungi uchrashuvdagi o'zining 2-golini kiritdi. Hisob esa 5-1. Zvezda jamoasi ana endi hujumga o'tadi. Zvezda Alamburda kuchini ko'ryapsizmi?
Sariosiyo jamoasi ana endi o'zining navbatdagi hujumini tashkil qiladi. Xoliqov zarba, biroq noaniq zarba. Mirzaboyev ana endi Zvezda jamoasining hujumini tashkil qiladi. To'rayev, Normurodov, Mirzaboyev. Yaxshi kombinatsiya o'ylangan edi, biroq zarbada noaniqlik. Zvezda jamoasi kam sonli hujum. Birinchi bo'lim yakunlandi va hozircha hisob 5-1 oldinda Sariosiyo jamoasi. Demak, aziz muxlislar, o'yinning ikkinchi bo'limi boshlandi. DFL Super Ligasi 3-turdan o'rin olgan Sariosiyo hamda Zvezda jamoalari o'rtasidagi o'yinning ikkinchi bo'limi boshlandi. Eslatib o'tamiz, maydonda yaxshi harakatlar Zvezda jamoasi ikkinchi bo'limda ham hujum bilan boshlashdi. Imkoniyatlar bor. Zvezda yo'q emas. Yaxshi imkoniyatlarga ega bo'lyapti jamoa, biroq foydalanish ularda koeffitsiyenti kamroq. Sariosiyo jamoasi esa o'zining yangi hujumini tashkil qilmoqchi bo'ldi. Mana bu yerda to'p to'xtatishda xatolik Mirzaboyevdan. Xoliqov outdan to'pni amalga oshirdi. Olimov, Fazliddin, Xolmurodov, orqaroqqa yana Xolmurodga to'p yetkazib berildi. Normurodov to'pni egallab olib qarshi hujumga otlandi. Uzoq masofadan va darvozabon Umidjon o'z joyida. Burchak to'pi. Eslatib o'tamiz, maydonda qora libosda Zvezda hamda qizil libosda esa Sariosiyo jamoasi harakat qilmoqda. To'rayev to'pni o'zida egallab turibdi. Normurodovdan ochilishini so'ramoqda. Azimjon endi bir futbolchini ortda qoldirdi. Zarba ham bor. Zarba noaniq. Mana bu harakatlar kerak emas. Shundaysi ham Azimjonda sariq kartochka bor. Zvezda jamoasi futbolchilari bugun zaxirasiz o'yinga tashrif buyurishgan. Shu sababli ularga hozir bunaqa harakatlar kerak emas. Sariosiyodan yaxshi zarba Xoliqovdan. Darvozabon Chorshambiyev ham chiroyli seyfni amalga oshirdi. To'p darvoza to'siniga tegmoqda va ana endichi qarshi hujumga o'tib keta olmadi. Olimov, Fazliddin, yana Fazliddinga to'p qaytarib berildi. Ana endi Normurodov qarshisida bir futbolchi. To'p uzatishda xatolik. Tushunarsiz harakat. Fazliddin sherigini tushunmadi bu vaziyatda. Mana bu yerda yaxshi uzatma. Yaxshi zarba, darvozabon ham o'z joyida. Mirzaboyevdan ana endi chiroyli zarba. Ana endi Sariosiyoliklar yaxshi imkoniyatga ega bo'lishyapti. Bilasizmi, hozir har ikkala jamoa ham bir-birlariga ochiq futbol taklif qilishyapti. Mana bu vaziyatda ham hozir Fazliddinda yaxshi imkoniyat edi. Biz hujumkor, chiroyli o'yinni kuzatyapmiz. O'yin qoidasi buzildi Olimov tomonidan. Zvezda jamoasi ana endi yaxshi uzatma. Normurodov to'pining o'zidan chiqib ketdi. Ana endi Sariosiyoliklar hujumga o'tmoqda. Fazliddin, Xolmurodov aqlli qaror qabul qilgan edi, biroq darvozabon ham yaxshi harakat qildi bu vaziyatda. Olimov to'p bilan Fazliddin yaxshi, Normurodov to'pni egallab oldi. Xo'sh. Normurodov 3-2 vaziyatda mana shu zarba kerakmidi yoki yo'q? Jamoadoshlari ham to'p so'ragan edi. Normurodov biroq zarba yo'llashga qaror qildi. Mana bu yerdachi to'p uzatishda xatolik. Ana endi Sariosiyoliklar qarshi hujumga o'tib ketishga harakat qilmoqda.
Xolmurodov to'pni o'zida saqlab turibdi. Fazliddin. Xolmurodov to'p qo'liga tegdimi, tegmadimi yoki qo'l qanday holatda edi? Agar futbolchi yiqilib turgan bo'lsa, bunaqa vaziyatlarda penalti berilmaydi. Sariosiyoliklar esa o'zining navbatdagi hujumini boshlayapti. Yaxshi Xolmurodov Fazliddin, Xolmurodov Zvezda jamoasi himoyachisi Azimbek yaxshi harakat qildi ushbu vaziyatda. Xolmurodovlar ham yaxshi harakat qilgan edi ushbu vaziyatdan. Endi Chorshanbeyev to'pni qaytardi. Xo'sh, yaxshi uzatma. Qochib keta oladimi Normurodov? Yo'q. Demak, aziz muxlislar, Sariosiyo jamoasi o'zining raqiblar darvozasiga navbatdagi golini kiritdi. Hisob 7-1. Olimov Mirjalol 2 marotaba raqiblar darvozasiga gol kiritdi ikkinchi bo'limda. Sariosiyo jamoasi 7-1 hisobida oldinda bormoqda. Jarima zarbasi, to'p yonida Mirzaboyev, yaxshi zarba va chiroyli gol. Mirzaboyev juda chiroyli gol kiritdi hozir ushbu vaziyatda Mirzaboyev va hisob esa 7-2. Abdug'ofir Mirzaboyev o'tgan mavsumda Denov 1986 jamoasi bilan DFL ikkinchi liga o'yinlarining ikkinchi o'rnini qo'lga kiritgan va bu mavsumda u Zvezda jamoasidan to'p surmoqda. Aynan u to'p bilan to'p uzatishda xatolik. To'rayev ham xatoga yo'l qo'ydi. Xo'sh, mana bu uzatmachi Xolmurodov to'pni to'xtatishda xatolikka yo'l qo'ydi. Chorshanbeyev. Normurodov noaniq harakatlar. Fazliddin yaxshi uzatma Olimovga, mana bu uzatmachi. Yo'q. Burchak to'pi. Yana Xolmurodov Fazliddinni o'ziga qaytarib berishga harakat qilgan edi. Mana endi to'p darvozabongacha yetib bordi. Umid yaxshi Fazliddin chiroyli harakatlar. Mana bu yerda gol ham chiroyli bo'ldi akasi tomonidan. Xolmurod uchrashuvdagi Sariosiyo jamoasining 8-golini raqiblar darvozasiga kiritdi. 8-2. Sariosiyo jamoasi ana shunday yirik hisobda g'alaba qozonib, onlayn turnir jadvalida hozircha peshqadam ham bo'lib olmoqda.
Surxon City jamoasi ertaga o'yin o'tkazishadi ular. Ularning raqiblari. O'yin qoidasi buzildi hozir bu yerda. Hozir har ikkala futbolchini og'zaki ogohlantirmoqda darvozabon. Bobomurodovda esa sariq kartochka bor. Sariosiyo jamoasi futbolchisi Amirbek esa og'zaki ogohlantirildi. Xo'sh, demak, ertaga Surxon City jamoasi Fayzova jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Jamoalar bir-biri bilan turnir jadvalida yonma-yon borishmoqda. O'zi bu yerda hozir Fazliddin xatoga yo'l qo'yishiga biroz vaqt qoldi. Kimdan ketdi to'p? Zvezda jamoasi futbolchilaridan. Fazliddin yana to'p uzatishda xatolikka yo'l qo'yishi mumkin edi. Xo'sh, Normurodov outdan to'pni amalga oshirishda xatolikka yo'l qo'ydi. Olimov. Xo'sh, Normurodov yaxshi harakat qildi. Amir to'p bilan Olimov bu yerda to'p to'xtatishda xatolikka yo'l qo'ydi. Ana endi To'rayev. Xo'sh, Mirzaboyev qanday harakat qiladi? To'rayev zarba yo'llaydimi? Yo'q, uzatma. Noaniq harakatlar va Sariosiyo o'zining 10-goliga qarab ketayotganda demoqchi edim, biroq Chorshambiyev yo'q dedi bu narsaga va To'rayev yana to'pni o'zi saqlab turibdi. Normurodov, To'rayev nima uchun bundaqa uzatmalar? Futbolchilar pozitsiyalariga tushib bo'lishdi. Ana endi qarshi hujum. Xo'sh. Mana uzatma. Demak, aziz muxlislar, bundan so'ng navbatdagi o'yin 3 turdan o'rin olgan markaziy o'yinlardan biri Ipoq hamda Namuna jamoalari o'rtasida bo'lib o'tadi. Va bugungi kunning oxirgi o'yini esa Yuksalish hamda Navbahor jamoalari o'rtasida bo'lib o'tadi. Mana bu yerda hozir xatoga yo'l qo'yishdi. Darvozabon bilan birga bir holat. Normurodov to'p so'ramoqda. Yaxshi vaziyat. Barchasini to'g'ri bajarib bergan endi Azimjon, biroq Normurodov bo'sh qolgan darvozaga to'pni yo'naltira olmadi. Ana endi Sariosiyoliklarda hujum 3-2 holat. Yaxshi zarba. Chorshambiyev bir jamoasi uchun kerakli ishlarni qilib beryapti. Bugun jamoadoshlari imkoniyatdan foydalana olmayapti. Darvozabon meni nazarimda yaxshi darvozaga turmoqda. Mana bu zarba esa ancha xavfli. Normurodov yaxshi imkoniyatlarga ega bo'ldi bugun. Zvezda jamoasida yaxshi harakat ham qildi futbolchi, biroq yaxshi imkoniyatlardan ham foydalana olmadi. Oddiy vaziyatlarda xatolar. Sariosiyoliklar o'zining yangi hujumini boshlashmoqda. Fazliddindan zarba. Darvozabon Chorshambiyev yaxshi harakat qildi. Ochiq futbol. Jamoalar bir-biriga hujum taklif qilishyapti. Uchrashuvda esa Sariosiyoliklar baribir o'zining 10-golini kiritmoqda. Xolmurod gol muallifi. O'yin yakunlandi va shu yerda hisob